Oyunu bilan bugungi qo'shal kulkularimizni boshlab ketaylik. Bu o'yinga 5 nafar guruh a'zosi qatnashadi. Ularning orasini Erkatjon tam to'sib turadi. Birinchi a'zo xatni ko'rib, harakat orqali ifodalab, ikkinchi a'zoga yetkazadi. Ikkinchisi orqadagiga yetkazadi. Eng oxirdagi a'zo riyosatchiga o'z qaraz qilgan so'zni aytib beradi. Bu jarayonda qat'iy ovoz chiqarishga bo'lmaydi. Qani, asr yulduzidagi Abdukerim kam guruh boshlig'i. Qo'shnur guruhidan guruh boshlig'i Polat Tursun aka, sizga marhamat. O'tgan sanda Polat akam boshlab bersin degan. Endi bu sanda ukam boshlamdi, akam boshlamdi. Aka o'g'aniga boshlab bersin. Ammo bu sanda iliq bir xil ko'ngilchak qilishga bo'lmaydi, chunki bu 4-san. Hal qilg'uch san. Eng oxirgi halqiliq san. Yana azroq danga. Qildira qo'y. Maydadan ortiq qilmaslik va'da bergan bo'yim. Kepsi. Polat, sizlar mehmon. Ha? Sizlarga bo'lgan olayman. Unda biz başlayalım. Hafı başlayalım. Bek halkılıksan deydi, töteyler kapıp gitmişsin. Polatlar başlasın mı? Qo'shnur boshlaydi. Qani, biz kutimiz. G'alibka. Yo'q. G'alibka. Asharg'ima. G'alibka bekilisiz-ku. İşvama ma'qul. Biz kutyapmiz ash ishni. Xasiyatda G'alibka bekilyotdi. Ha. G'alib ig'ir ko'tagan qaraganda jihatganda bor. Yo'q, bekildi G'alibka. Shunda ta'sirlaydigan deb ba'di qildi. Bizmi birdi mas'ul billalar. Xasiyatdan boshlaylik. Birinchi ish kechirtilsin. Mehmetjon Mas'ulay Abdukerim kam. Sizlarning Birinchi ish kechirsin. Malani o'sishi bo'ldi. İşçiler kırıp dururlar debe. Asallar debe kasallar. Asallar. Bo'ldi, shijendala. Xalam shijendala. Sesi, Vanjanjan qaysilar? Vanjanjan qiyib ketdi. Oy. Xala shijendala. Sesi Vanjanjan. Xayrgilada. Ha, bo'ldi azizim. Oy. Bo'ldimi? Ha, yapayli. Mehmetjon bilib bo'pti. Ha. Ha, yapaylı. Oldu. Oy. Oldu. Cinin tikiyeti Mehmetjon. Mehmetcan'ın herkesin şunu çendim. Bu deydi o. Ben bir de vay bal. Bu deydi o. Oğut koyalım. Bu deydi o. Abdukerim kamның açık gelgiçe tudağının cin çıkıp kaptı. Egizden açık gelgiç pakanın cin çıkıp kaptı degeni çendim. Açtaqma? Doğru. O'rinlashmak voyiga yetdi ya. Samiya, tas. Xasiyatda. İyi. Bir David'ga siz o'qigan. Ve boyanlarımı alıp getir, resmi attım ama üzerinde bir şey geldi. Egizni ochiq kelchi pakaning jin chiqib qopti. Ben dedim o. To'g'ri. Tanladi ama lekin yana bir qitimlik fursatlar bor. Fursat bor. Fursatni chang tutinglar amsa. Yana bir qitim keldik. Oyu. Wang Jiangjiang 高兴得很。小兔子乖乖，反正他们猜不出来是不是？他们猜不出来是不是？哎，好，试一试。什么鬼？ Xasiyat. Aç birinci adamdan egizine dikkat kılanlar. Qağalı meyle. Mayrem, siz meyakkep qarab turgan gap qilib ketgan. Ma'qul. Gulbiyana mahoratini ko'ramiz. 3-2-1 başladık. Riyosatchi faqat qari yo'q. Yo'q, unda deymanglar, bizning qarimiz bor, ha. Ishik. Voda xumen, Xayrgul jezayna. Ha.
Ağzımızı ifadelemeyiz. Ha. Oldu mu? Vakit poşti. Ha, alıp da. Ağzın ne? Ha. O yakma. Ha, bo'ldi. Tugashdi, Vaqt da'tida. po'shdi. Munira. Tugashtimmi? O yakmaylı. Ha, bo'ldi. Vaqt to'shdi. Aminada siz ifodlang. Biz mishad saqlaylik, Aminadamni. Vaqt to'shdi. Po'lat. Oya bo'ldi, Amina xonim ishga qarar. Bu yoqda yozuq kiran yozuq. Qarasangmi birma töpün depesim keyin topolmaysan degina. Bu taksiga hozir. G'oz. Ha. O'dak. G'oz o'dak. Ishqi bir g'oz va u yerda. G'oz. Ha. O'dak. Maqaltamsizmi? Uni qo'ymayman. Tepishmoq. Oxiri. Eng oxirgi javobingizni anglaylik, ya. 3 2 1. O'dakka suv yo'qmas, yo'q, nima? Bir maqaltamsizyapti. Ha. Eng oxirgi javobingiz, ha? Ketmasa meni oldiga qarab turib ketgan chiroyli ko'zlar. Olmadim. 3 2 1. Javob. Topamadim. Topamidingmi? Topamidingizmi? Unda men deb tayamsa? Tamam, fikrimga. O'dak bilan g'oz o'ynar, chivin bilan toz. Amaliyot Gulfiyaga oid o'lchamlik turgan. o'ynar. Gulfiyaning dorishina oid voyaga yetganti. G'olib ham yetkazolmay G'oz bilan o'dakni uqib qoldim, keyin uqib qoldim. Munira, qardan shuni bu. ko'rmagan turib o'dakni ko'rgan deydi. G'olibga kelganda o'dakdan g'ozni boshqa ishni qolmadi. Yo'q, g'ozmi qolmadi. O'dakmi qolmadi uni yana bir shirni ko'rdim men. Bankni oldi tutib qo'ygan shirdakli qilib qo'ydi bu. Ya, u shundan tushimchimdan ingal. Natija aniq bo'lib ketdi-ku, ha? Aniq bo'lib ketdi. Sizlar xil o'tirib ko'nab qoldinglar, ha? Shu. Ko'nab oldik. Demak, bu qitim yanala asr yulduzi ko'ribsi bir dona cho'lpon kartiga erishdi. Po'lat qanday qilishni uqsizmi? Po'lat qanday qilishni uqdi, ha? Künap kaldı. Vangcancan gibi. Ay. Ko'nab qoldik. Aplas. Hatto'da o'xshashdi bu. Astaylar. Rahmat. Muborak bo'lsin. Sizlarga nomer talab qilib ko'nab qoldik. Hamdicho. Endi Gulfi usul o'yin nomer qini. Ya oldin qatam men o'rindidim. Endi Gulfiyami? Gulfiya bir usul o'yinisi. Amina xonimmi ya? Ben şu o'xshashlarni itot deganlarga bir 3-4 adam bo'lmasa bo'lmaydi. Olib qolma. Ya ish bo'lsa, ma to'taylan meşrep kılıp usul oynab versin bir yere. Nak meydanda. Naqsh qo'yib beraymi? Yo'q, naqshni o'ynanglar. Shunda qilgan to'z ichavachilinglar. Tasdiq etdi buna. Endi sizlar tursan sizdan tatidi. Boshlandi. Tatidimiz ustoz. Ya hozir ben yo'q Chavoq chilish qilmasa o'lamsa, ha? Boshlanglar. Ha, Gulfiya sen otasiz qo'ynaysan da. Çoğ yoldan ötüp Maşin hesap vermez bunun maşin Yolum şunda ağıtan Seni hiç kimge uçaktı Yolum şunda ağıtan Seni hiç kimge uçaktı Verdi şu, verdi şu Kemensler. Tanıştağım olmasa. Ha?
Oturup kızım, oturup. Bugün aydın bek oldu. Ayğa uçtu. Amine Hanım. Siz. Güzel. Yadım Voy rahmat. Abdukerim ka, kartını ağamma. Manınğa men razı emas. Birinciden, bunu özü nakşı okup, özü oynamay, meni nakşı etkisi kılıp, bunu oynadı. İkinciden, tep atmay durup, yani benim usulaklarını oynat kızı. Bu yenilgini ne ya ki bunu mu? Man numar kayıt olmasa, men sel narazı. Boptu. Ken qo'saq bo'laylik do'st. Birinchi emas. Yengilib qolganimizdan Qo'shqini ko'rib qara, sen malni kim bo'libdi, o'ta kuchli bo'pti. Rahmat sizlarga. Demak, bizningki tunji oylik to'g'ri yetkazing o'yinimiz to'liq muvaffaqiyatli oxirlashdi. Boshdan oxirigacha bizningki mehmon guruhidagilar nihoyat zo'r tirishchanlik ko'rsatdinglar. Rahmat sizlarga. Ko'rsatgan bo'lsanglarmi degan yer bormi? Tutirib qo'ydim. Lekin Po'lat kartini taqdim qilib xil ko'ndingiz. Ko'ndik. Bo'ldi, undaq bo'lsa, ikkinchi bosqichlik o'yinlarimizga ham ko'ndirib olamiz. Tayyorlik qilaylikmi? Ma'qul. Qadrli ko'rman do'stlar, Abida Cho'lponlar sahnasi programmamizning ikkinchi bosqichlik o'yinini boshlash oldi turyapmiz. Korxonchilarimiz Adila ishkimizning qo'ldagi bu do'ppi qarab nemido deb qoldinglar. Bu shikar qalpoq o'yini. Shikar shilapa o'yini. Bu o'yinga har bir guruhidan 3 nafar guruh a'zosi qatnashadi. Ularning beshiga kampit esilgan shilap kiydiriladi. Shilapidagi kampitni qaysi guruhga eng burun yap bo'lsa, shu guruhga yengan hisoblanadi. O'yinni oldingi o'yinda yengan taraf avval boshlaydi. Shikar qalpoq deyishimizda bu qalpoqning mayeriga kampit isig'liq mana qo'limiz tekatmisin. Chunki bu kampitni bizning cho'lponlarimiz eg'iz tegib yeydi. Kim mush qalpoqni kiyib turib, kampitni boldirib yevasa, shu guruhga utgan bo'ladi. Har bir guruhdan 3 dan a'zo shikar qalpoq o'yiniga qatnashadi. Adila yapiqma? Undaq bo'lsa, Abdukerim sizlardan kim chiqadi? Po'latlardan kim chiqadi? Bir guruhda ish kerakmi? Herhalde ma o'yinga tanıyobun emas adam chiqsin juma. G'olibkam, Qo'shnurdan G'olibkam, marhamat. Marhamat. G'olibkam chiqsin. Bunu ağzımız yemdik, burnumuzu gözümüz yemdik bunu. Bu kaç pes baksam mı bu ağzımızı kemiz kanda yedi bunu. Güzel bir ara işlerken alır mısın? Göz alar. Beni sağlık kılıp özü kalma ya. Bir parça resim şu an. Göz alar işcanlar kısakayım gidiyordu. Başlandı. Soğuk durup başta sakıldık ya. Şıkılıp çatkım yok, istekli buludu. Başla gayla. Sizler başlamışlar sen? Biz başlayla. Ondaq bo'lsa, asr yulduzi guruhi boshlab berdi. 30 sekund ichida 3 tal gapni yap bo'lsa, yang degan gap yap bo'lamasa, Qo'shnur guruhiga qaraymiz. Xo'sh, ko'rman do'stlar, endi asr yulduzi guruhi boshlaydi. 30 sekund ichida 3 tal gapni yap bo'ldi degan gap, yang degan gap. Undan keyin yap bo'lamasa, Qo'shnur guruhining mahoratiga qaraymiz. Bo'ldi, undaqda boshlaymiz ha. 3 Bol, minut ketdi. Bo'ldi. Hatiyatda ko'zingiz qiyni. Baş, aşırıda toprağın içinde bak. Undaqda o'yinimizni rasmiy boshlaymiz. 3 2 1 boshlandik. Abdukerimga kelib qani. Xayr qildi. Yapıldım.
Abdukerimkam kampütni yap bo'ldi, xasiyatda g'ayrat bilan Xayrigul adam yap. Voy Xayrigul adam yap bo'pti. Soat qiring. Hey, basma. Qo'lingni basma. Ben qo'lim basmadim. G'ayrat qiling. Burningizni uchiq gap qolgan. Yeymiyor. Toshdi. 30 sekund Xayrigul bilan Abdukerimkam yap bo'ldi, xasiyatdan yurmay qoldi. Ishkelan yap bo'ldi ya, 30 sekund taqsirga. Nechida yapıldı? Ishkelan yap bo'ldi, birsi yapilamidi ya. Undaqda Qo'shnur guruhi tayyorliq. 3, 2, 1, boshlaydi. G'olibga kamputni. Po'lat kamput Abduka. Buyuramiz. 10 sekund. Ben bayan ne sekund yapıldım? 1 sekundda. Yaxshilab to'g'la. Manaqqa. Po'latmo kamput yama amraqqa. G'olibkamgo kamput yeyishning pirika boshlandi deb qo'sh og'ziga tiqib bo'ldi. Muniram yeb bo'ldi, demak, uchilanglar yeb bo'lganlar uchun bu qitim Qo'shnur guruhi yangdinglar. Bir tal cho'lpon kartiga erishdilar. Almaymiz. Hey, cho'lpon karti yo'qlar. Yo'q, cho'lpon karti yo'qlar. Yo'q, biz beramiz. Adam qilib qilib. Naq maydonda ekran oldida qadrli ko'ruvchilar ko'ryapsizlar. Birinchi radio televiziya stansiyasi bilan Shinjang Do'lan ovqatchilik cheklik shirkati birlashib ishlagan Abida Cho'lponlar texnik programmasi. Endi biz programmamizning 3-o'yin bosqichi, ya'ni korxonachilarimiz bilan hamkorlik o'yin bosqichiga yetib keldik. O'xshashlar, bu sonda, ya'ni bu o'yin bosqichimizda har ikki guruhga 2 nafar korxonachimiz hamkorlashib birlikda o'yin o'ynaydi. Bu o'yinimizning ismi bo'lsa O'rilmas tayoq. Bu o'yinga guruh a'zolari to'liq qatnashadi. Har birining qo'lida birdan tayoq bo'lib, chambar shaklida ritmli cho'gilaydi. Har cho'giligida qo'lidagi tayoqni yenidagi a'zoga tashlab beradi. Yandagi a'zo tayoqni o'rib o'tmay topshirib olishi shart. Belgilangan vaqt ichida tayoqni o'rib o'tmay aylangan guruhga yengan bo'ladi. O'rilmas tayoq o'yinida 7 nafar guruh a'zosi chambar shaklida tayoqni ritmli holda yandagi a'zoga o'tkazib berib 1 minut cho'gilaydi. 1 minut jarayonda qancha tayoq o'rilib ketsa, shu guruhga qancha ko'p o'rib o'tgan bo'lsa, shu guruhga yengilgan bo'ladi. Oxirigacha odam sonini ko'p saqlab qolgan guruhga yenggan bo'ladi. Tın yaxshi hamroyi deganda. Turaylar, asad yiqib Diqqat! Tayyorlaninglar, tuman Qo'shnur guruhi Po'lat boshliq. İşte qo'yibitinglar o'zinglarnikini ya. Po'lat guruhi boshlig'i. Men, Qo'shdimi? Qo'shdi, ha. Men sana ya. Guruhi boshlig'inglar sanab bersin. 3, 2, 1, başladik. Tayyorlabdimi? 3, 2, 1, boshlandi. Yo'qcha bani chiqib keting. Kulira chiqib keting. 1, 2, 1. G'olibga chiqib keting. 1, 2, 1. Vaqt qarayli, vaqtga. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Ay, optimchi tepanda chiqib keting. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 10 sekund qoldi. 1, 2, 1. Kulbiya. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1. Az qoldi. Vaqt to'shaydi deb g'ayrat qilinglar. 8. To'shdi. Vaqt to'shdi. 1 minut ichida 2 a'zo qolib qoldi. 5 a'zo shollandi. Endi biz asr yurtsa mahoratini ko'ramiz. 3, 2, 1, boshlandi. Tuz quying. G'ayrat qilinglar. Tutmay qoldi. Siz tuz quying. She'rni chekindi ya. Ayshigul xonim chekindingiz. Davomlashtiraylik, tezlashtiraylik. Tezda davomli. Ha.
İbe, so. Bu da to'xta oldu ekan, taxi. Vaja. Voy, Mehmetjon chekindi. Ha, mayli, Mehmetjon deb tur. Wang Jangjanga gap qilmanda İpe Mehmetjon. zo. İpe zo. İpe zo. İpe zo. İpe zo. İpe zo. İpe zo. Vaqt o'tdi. İpe zo. To'rt a'zo. Vaqt to'shdi degandan keyin tushdi xasiyatimni qo'ldiga. Demak, 1 minut to'shqicha Asr Yulduz guruhida 4 a'zo qoldi. Qo'shnilar guruhida 2 a'zo qolgan. Demak, natija aniq. Yanıla Asr Yulduz guruhi bir tal cho'lpon kartiga erishdinglar. Muborak bo'lsin. Endi ikki karxanchi kep beramsizlar. Berginazdagi Yoqubjon apandi bilan Qo'shnurdagi Abdumijid apandi. Chiqinglar. Nima sovg'atlar bilan keldinglar? Yaxshimisilar ko'pchilik? Shinjong Bergnas xalqaro so'zchilikning qurbisi Yoqubjondan sizlarga salom. Biz Utqan guruh, biz ikki guruh mahirlarimizga Bergnas sirkimizning Gulgnas yurishlardan sovg'atlik qilib olsak, rahmat. Yaxshimisilar do'stlar? Mendan sizlarga qutlug' salom. Men yengen va yengilgan ikki guruhdagi ustozlarga, shundaqla ichki riyosatchiga, shirkatimiz ishlab chiqargan Shuang Fulo markasidagi qochiyu suyuqligi, kiriyu suyuqligi, kiriyush parashuga, shundaqla Shinjong qo'shnilar yemaklik taraqqiyot shirkatimiz ishlab chiqargan Qo'shgul markasidagi kesma cho'plardan 100 so'm qilsam, yoqtirib ishlatishinglarni umid qilamiz. Rahmat. Rahmat. Qo'shnilar ko'p rahmatimizni bildiramiz. Yengilmasimi xo'shallik, yengilib qolsimi xo'shallik. Demak, sahnamizga asosli maqsad bahrlantirish. Endi mahabbatilik sandan xulosa chiqarsak, 2da 1 natija bilan Asr Yulduz guruhi yengib chiqdinglar. Xo'sh, bu oyda biz yana bir cho'ng xulosa chiqaramiz. U bo'lsa oylik xulosa. Bir oylik xulosada Abida Tirit, Asr Yulduzi Qo'shnur guruhi bo'lib, ikki guruhga musobaqalashgan. Natijasi Adila. Mana bir oylik do'stlarni musobaqalash jarayonida bizning boshidagi Abida, hozirgi Asr Yulduzi guruhimiz 8 dona cho'lpon kartasiga erishdi. Muborak bo'lsin. Ondan başqa boshidagi Tirit, hozirgi Qo'shnur guruhi 4 dona cho'lpon kartasiga erishdi. Muborak bo'lsin. Oylik chempion bizning bu sondagi Asr Yulduzi, ya'ni Saifxon komanda. Muborak bo'lsin. Mehmon komandamni o'zingizga bo'ldik. Lekin bu bir oyda sizlar bizga ko'p xo'shalliklarni ato qildinglar. Har bir o'yin bosqichida sizlarning alohidliklaringlardan suyundik, ko'rdik, xush bo'ldik. Garchi sizlarni uzatish ko'zimiz qiymasimi, lekin biz yana bir turkum yangi mehmonlarni kutilishi oldida turyapmiz. Sizlarning bizga qoldirgan asliklaringlarga rahmat. Rahmat sizlarga. Oxirida bizning programmamizning ko'ngil sovg'asini taqdim qilib o'tamiz. Abida Cho'lponlar sahnasi programmasining oylik chempionini Shinjong Liandan texnik shirkati har oyda Utqan guruhini 30 ming yuan bilan, Utturgan guruhini 20 ming yuan bilan, shundaqla Lianda mahsulotlari bilan mukofotlaydi. Har biringlarga muborak bo'lg'ay. Xayr do'stlar, xo'shal damlar oxirlashdi. Kelarki oyda biz qaysi mehmonlarni kutib olamiz? Qandaq o'zgacha o'yinlar bilan tomoshabinlarning ko'nglini xush etamiz. Undaq bo'lsa, biz kelarki sonda ko'rishaylik. Rahmat karxanchilar, jafoat tatdinglar.